Tezroq bo'l. Chaqsam deyman. To'yning vaqti bu bekitildi, biroq hozir burungi ahvolimiz yo'q. Hey, Ezmay, chaqsam bo'l. Hozirda shaydaning qo'yib ketgan barliq chiqindi o'z ustimga olaman deb qo'yatsa ishini qotdi. Bo'ldi. Hozirning gapini qilmaydi qo'yinglar. Hech nimaga ega bo'lmasdan qoldi. Bo'ldi qilinglar. Ya, Sultan nerede? Ha? Hey, abi qarab bak. Bu kan yok. Şeyde. Kız bu. O bugün bir yerge bağmayman davat attı. Şeyde. Derizin kaçayla. Şeyde balam. Şeyde. Oy balam, men bo'ldi. Oy xudoyi, nemish bu? Şeyde. Men bo'ldim qizim. Sadi nemish bo'ldi? Nemish bo'ldi? Men bo'ldim. Qizim, yitqina. O'g'ri. Hadeb g'amkin o'ltirib ketdingiz. Haqda ishga o'tirma. Siz bilmaysiz, Fazil. O'zimdan ansab ketyapman. Doim mushunda qildi ekansiz. Bizmi hech kim bo'lmay yashayapmizmi? San'at institutidan qo'g'landim. Istiqbolimni tugashdi. Siz bilan birga yurib oq chekib qolganimni o'ylasam, men bek pushaymon qilaman. Ben beknadan kelman. Ondaqmi deb ketmam. Ben sizni yaxshi ko'raman. Sizni hargiz tashlab etmayman. Bu dunyoning ishlari mana mushunda birda o'ng, birda ta'tir bo'ladi ekan. Gulpiya, sizning texi bir obdan naqshchilik kasbingiz bormi? Undaq deganingiz bilan iqtisodim yetishmayotdi. Sizning ahvolingizni kundan kunga yaxshi emas. Buni men obdan bilaman. Gulpiya, siz birdan o'tirib turing. Men telefon qaytarib o'tib kiray. Uydan keldi. Ular qayta urib ketdi. Qaytib baqay. Fazılma. Siz hozir nerede? Derhal çoğun uyga qayting. Çoğun uyga o'g'ri kiribdi. Ha, ma'qul. Hozirli borman. Gulpiya, mening jiddiy ishim chiqib qoldi. Biz keyin paralshay. Hay, meni tashlab nega o'tdingiz? Jiddiy ishim chiqib qoldi dedim-ku. Ben uyga borsam bo'lmaydi. Uyga o'g'ri kiribdi. Ha? Hay, hozir to'xtab turing.
Heylik nesini azraq berime. Xumurum tutup ketatıdı. Mehmanlar ölmekle üstüge tepmek degende gep kılısız. Ben de hazır o nes yok dedim bu. Ben çıkıp sizlerden pul sorsam, pul yok dep, beğenmegen tığla. Bana emdi, obdan boptu. Ha? Biz senin ses skipini ağınıgıl çaqırtmadık. Oğul bala oğandikin, yardım kılamıken, meslet öğrendikin dep çaqırtqandık. Boldu kıslarda bizi. Terkişip kalmağla. Hakan çıkap olsak mı ormak kemmeydi. Xudağa şükürü. Kızımız şehide aman kaptı. Tata, gitmeyince uykum kep gitti. Jire Halide, keteyli. Aka, o şundaqlı ketamsa, oğul bal bolgandan keyin buzulga yerlarni o'shab berib mamamsa, buzuq qanday qilamiz biz? Opam bilan dadam o'sham diye. Hazır. Mashina qani? Qaysi mashina? Bizning mashinachi. Setyapti. Qachon? Yo'q. Onu qarzga hisoblab, haqqa beryapti. Men choy sodasida 100 ming so'm qarzda olib qolganda, qarz egalari to'liq ko'zimga kirib, zodi aramchilik berdi. Mushundaq cho'ng ishni menga aytmabsiz. Uydagi pulga yaraydigan narsalarning hammasi tugabdi. Sana aytsam nima qilib bera olaydi? Soda degan mushundaq foydami oladigan, o'ngdimi tushadigan ish tursa. Çekip muşallık çıkıp kaldım da mı? Bolduk lan. Canım hazır. Maşinini qarzga berayotgan bo'lsangiz bo'pti. Bundan keyin aşı narsani chekmasangizlar. Mashina deganni ilib olaymiz. Qo'limizni uzraydi. Men sizga ishonaman hozir. Siz degan meni sodlarni qilgan bu. Aşı narsani chekmang. Sizdan o'tinib qolay. Vay Allah'ım ben Allah'ım ben. Allah'ım, teyzemiz var mı ki? Kızımların bu çıkınlarına var ya. Teyzemiz olan tıkat buzdağa sohbet güzel spor bir kapatı. Ne koyamayız? Vay Allah'ım ben, Allah'ım ben. Hele, bunu şuydu ha. Ölüp gidiyorgan canğa, kündüm oşunda koyuna pişip yürümey, kandak kılıp tutan ha? Kandak dedim, kam koyu kız. Sultan kaçap, erkekte xotuncu mu? Agar sizlar Qiziqboyevachning ko'nglini ondan ochalsanglar, bundaq o'ldirish deganni 2 kunda bir o'rlashtirib beraman. Qanday dedim Qiziqboyevachga? Şahtaq yo'q, o'ynaydiganlar shu biz tayyor. Vay. Siz kim? Bildim. Hozirlik yetib borman. Burunqi joydimi? Bildim. 15 minut ichida yetib borman.
işini. Yağlık geldi, ertesi sanğı verin. Ne kıbrın kıdaydı? Şunda. O pulni uloq berib qo'ying. Ma'qul. Sadık baloniye, sevgunoniye, sadık baloniye, sevgunoniye, sen dünya, sen dünya. Rahmet, kimge vapa kıldın sen, men digen yarenni. Gel koy nige, oldun sen dünya, sen dünya. Kimge vapa kıldın sen, men digen. Hozir Xroyindan iborat bu zərlik alvasti nurg'unlagan oilalarni vayron qilmoqda. Zərlik chekimlik tufaylidan o'g'irlik, bulongchilik qiladigan, kifat nomusini topadigan ishlar yana ko'paymoqda. Bu jamiyatning amonligiga, ijtimoiy muqimlikka berib taqildigan intayin muhim bir masala. Shunga gunlar bilan zilal bugundan boshlab maxsus zərlik chekimlik atkazchilarini va zərlik chekuvchilarni tutish xizmatiga ajratiladi. Zərlik chekimlik qarshi atrofimiz har vaqt sizlarga yordam berishga tayyor turdi. Bizga ishoning. Biz cho'qon bu vazifani jon dilimiz bilan o'rinlaymiz. Zərlik chekimlik atkazchilar bilan zər chekuvchilar noiti vahshiy. Ular g'aljirlashganda har qanday yomon ish qilishni yanmaydi. Sizlar o'sharlig'inglarni o'stiring. Boshliq, qandaqli vazifa bo'lsin bizga topshiring. Meni gapim bakcha xo'p ketdimi o qandaq? Ba'zi gaplarni yana ta'kidlamay bo'lmaydi. Aycan, ben bulamadım. Aycan. Dilshadga qupa o'rningda. Qupa. Vay bo'ldi qilyapti, jib bunchakina. Dilshadga qachonlik qarsayningda oq o'ksinaydi. Unimi o'g'irlayapsan-mi? Shuni bilmaysan. Men bir bank deb qoldim. Nima? Sening davatqining qandaq bank bu? Ey, hamakat. Bank desam hayron qilyapsan. Mening deyinim qara. Men bir cho'ng baydachi bilan do'stlashib qoldim degani. Uningga texe aq chekishni o'rgatib qo'ydim. Men 2 yilning yog' chekayotgan tamakini ashtaminlayapti. Ya Allah. Qandaq? Ipim bormikan? Dilshadgasining qaltis iping vajimi, ha? Jahalman ishlari shundoq bo'ladi ekan. Ilgari men to'y qilishib bitishib qo'ygan qizni u o'zining puliga tayinib mendan tortib olgandi. O chaqda men nayt xo'rlangan. Taqdir qismat oxiri ikkimizni kutilmagan do'stlashtirib qo'ydi. Buningga shukr. Kim u? Men taniymanmi? Mening mushundaq biror cho'ng bayning peri tush xiyolim bor dedi Dilshadga. Voy, yelqa pazil terishchi. Shundaqmi? Lekin bu banka hozir vayron bo'ldi. Mening maqsadim uni vayron qilib tushdi. Endi uning qanjiqining oldima kelib, menga yollamikni bir ko'ray. Endi men boshqa bir bankini topmasam bo'lmadi. Dilshadga xumarib deb chiqib ketyapti, bir chekib olaychi. Hey, elimi bir necha kun yog'maysin ta'minlab kelyapman-ku, ha? Endi ayt o'g'ni uni o'zing topchima bo'lamdi. Bizda o'g'irlik bor. Voy, ana, hey. O o'g'irlagan narsan qarang shu bir kunga yetdi-ku, ha? Hey. Ya sen bire işte kağır kemmisin. Sen bu dükkanda neyim bak? Yaxşı közümde yok ne? Qarab tursan bu. Kessem o gitey. Bırak şarkımda bermezsiniz. Nime? Nime dedi? Sen tekin menden pul talep kılıp atamsa? Hey, kalemde.
Öz vaqtida mening oldimga qandoq yolg'irib kelganligingni unutib qoldingmi? Men bu shaharga musofir. Uning ustiga yenimda bir tiyin pulim yo'q. Meni bunda qaytib men nega borman? Qandoq qilsang qilmamsa? Men ya sening dadang bo'lmasa? Necha oydan beri sana oshtamoq berib baqdim, shumi yeta. Mana ko'zimda yo'q, ha? Unda qayimsizligim fazla aka. Bu shaharda sizdan boshqa hech qanday tanishim yo'q. Mana, az gap qilib ko'zimda yo'qol deyman. Hidi bita. Aktus illallo ya balay gerdan. Aktus sen dünya. Kimge vapa kıldın sen. Men digen yarenni. Yer koylige aldın sen. Aktus illallo ya balay gerdan. Aktus illallo ya balay gerdan. Hadi baloniye, tevgünaniye, Hocam. Rahmet, Xudayım, Murat maksatları yetküze. To'xta. Mekke. Xo'sh. Qo'sqon ochdimi? Ochmamdi qani. Qo'yliq kel. Amin. Allahu Ekber. Men seni ma uyga kelma degandim-ku. Nima ish kelding? Mal tükkeli 3 gün bo'ldi. Apır bir dağalla apır bəlidi. Adadıqallar köp. Şunun bir yerge ilahsızlıktan geldim hocam. Bana apırları. To'g'ri. Xatircem bo'lsa to'g'ri. Bu sening mukofotong. Rahmet. So'dilleri ro'naqtab qo'y. Hocam. Izim. Men sana deb qo'yay. Her qandoq chog'da og'zingni ching tutqin. Mening ismimni hargiz chiqaruvchi bo'lma. Notonish odamga yog'liq sotma. Mening deganim bo'yicha qilsanglar, men sana obdan mukofot beraman. Uqdingmi? Manga ishonsi deyman. Hargiz sizlarga tuzkorlik qilmayman. Agar men tutulib qilib, qiymatchimi bo'lib ketsam-mu, sizni qat'iy pash qilmayman hocam. Ma gaping joyida. To'xtab turg'in, ha? Obdan. Mana bu birinchi darajadagi bahosi burunqi bilan o'xshash. O'xtam. Emse, men qaytay. Bo'ladi. To'xta, bu yoqqa. Bahorgul bilan Oyqizga aytib qo'ygan, ular atahiliq uyga borsin. Obdan. Bu uyga endi ikkinchi kelishma. Uqdingmi? Uqdim. Fazıl burunqi fazıl emas. Necha yildan beri topgan pulni u qandoqmi so'rab etgandi? So'didigo, foydasi ham bo'lib turdi. Biroq bundoq bo'lib ketmasligi kerak-da. Bunga hayronman. Qani, aşkı kelinglar. Qizim, siz Fazıl'ın işini zat uqmamsiz. Bizden yaşursanız bo'lmaydi. Eğer o bire balay qazaq uçurab qalsa, oila bo'yicha so'roqchilik tortadigan gap. Oy, ağızlarını üşütmey aşlarını giysizlar. Bizden Fazılcan, aqlli, chechan bola. Boshqalarning bolalariga o'xshamaydi. To'la gap qilma. Hozir hamma ish shu chechan o'g'lingda chiqyapti. Qizim, menga ayting, zodi nima ish bo'ldi? Shuncha vaqtdan buyon sizlarni yoshirib keldim. Endi demsam bo'lmaydi. Dada, bugun men mushu ish uchun kelgandim. Qanday ish? Davrim.
yıldan aştı. Fazıl ah çekişke ögünüp kaldı. Nima? To'xtab tur. Aha, to'xtab tursa deyman. Tag'a, biza qo'rqsa. Mening keynim kirib olishi. Zaten nima gapimiz vardı? Yeliqinasdan ozroq aytib olay degansiz. Gapimizga tushunmadi. Men bir divanni tursam, menda satmagan narsa nima ish qiladi deyman. Tag'a, men soqchani qo'rqsa. Kichik yoqdan bir olay degan. Nima? Yağlık. Ben yağlık demiş kızın. Eğer yağlık lazım olsa baksın görüp almamsınız. Oy, sana qilmislar. Yeliq so'diga puzzle kichik yoqni silib olib men avatga. Bayağıdır aşıktan sığdırmamda. Oğlum benim mi aldınız? O'zlari gapni cho'kitib qo'yib o'tib ketdilar. Mana ma'alifga. To'xtanglar. Eğer benim yağlı satqanimni boshqalar deydigan bo'lsangiz, mendan ko'pligingizni ko'rasiz. Puzzle manga degan qo'rqmislar. Hech kim demaydi. Sapığı baba onu ye, tövgünü onu ye. Yigitni qishi to'qsoq. Ya Allah Fazılcan, sen bakensen ha? Bak. Seni çağırsam mı gelmeydiğin bulup aldın ha? Beylik pul ne? Hazır verirsen sen kandak. Ha? Sıdıkka. Benim elimde hazır oncuğuna köp pul mu yok degine? Ben bir amallıkla. Nereden bulmuşsun? 2 gün içinde helik pul ne? Tep vermişsen bulmaydı. Sen mu soğudige, ben mi soğudige? Bu işini obdan bilirsen. Bulmuşsa özümü bilen bir iş teskilemi ki Fazılcan, ha? Sıdıkka. Limandaq közümge kirib olsa. O degan qanchalik pul de? Biz muvago necha millionlab pul topgan o'g'il bola biz. Onchi bola qilib ketmayli. Emse çıkamam sen. Estağfurullah. Travmadan. Bu soğukta bir yerde yatsan tonlap kalmamsan. Uyum yok mu senin? Benim zaman canıma da. Arhanda. Sen bu şehrin musafir ikensen. Yatıdığın yerin yok mu bana? Yok. Çıkkay boğan. Ben bir sen işlavattım. Bir gün o yok olan işlerini bahane kılıp beni vurup yedim, eğdim etti. Evet dakika, iş yakamlı mı beğenmedi? Gürbiye hakikaten çıraylıkçı mı? Çıraylık olsa bizge ne faydası? Bu şehirde çıraylık kızlar gen saman da yok mu?
Gülpiyaga shohdek baxtiyor Ba'zilari farmoyishlar nimaga do'rzor Ba'zilari farmoyishlar nimaga do'rzor Ba'zilari farmoyishlar nimaga do'rzor Yaxshi aytdingiz, rahmat. 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 Ey Fazil, vaqtni bir berib qopdi. Juda ketaylik. Akila soatingizni ko'rib boqing. Aha, Dilshod. Bu soating ajab chiroyli-ku. Nereden aldın? Bir yerde. Vay cire kopa gidelim kopa. Dilshod nimaga oldiraysan? To'xtab tur, Gulpiya menga kelsin. O qiz bola chaqirib nima qilasan? Ya uni bizning kuchida ko'rmisan? Dilshod, sen uqmaydi ekansan. Qiz bola degan bor-ku, bir qimmat buyumga o'xshaydi. Vaqti kelganda uningdan qanday foydalansam bo'laverdi emasmi? Fazil, sen bek ahmoq ekansan-ku. Qarab turib, ash qiz bolaning damig'i chiqib ketdingmi? Sen işte. Hazır, yaxshimisiz? Hazır, naqshini qandaroq aytdi? Degan bu qaltis aytyaptingiz. Haqiqatan fayzingiz bormi? Yozma. Naqsh aytishni pek yaxshi ko'raman. Bo'lib bu mehmonlarga taqdim qilsa, texmi qo'shib ketdilar. Endi bekovg'asiz Gulpiya. Ha, bugungi vazifam oxirlashdi. Qanday? Bir ish bormidi? Boshqa bir yer berib o'ylab kelay. Kattaq yo'q. Ben sizni tanıştırıp qo'yay. Bu men sizga doim gapini qiladigan Dilshod degan og'inam bo'ldi. Dilshod, yaxshimisiz? Biz ikkiga bo'linib, jinoyat davomli sodir bo'lgan joylarga boraylik. Siz degan ayollar yolg'iz qanday bo'ladi? Hilol, sizning ayollarga bo'lgan ko'z qarshingiz ancha to'g'ri emas ekan-jumi? Kech yog'anda ayol kishiga qolaysiz bo'larmikin deyman. Siz mendan xotirjam bo'ling. Shunday qilaylik. Maylimsa. Siz qarag'ashlik mali bering. Men havo yo'l tarafga mangay. Hozir akilam rahmat bichik olay. Umurim betib ketdi. Qaytarib qo'yinglar. Dilshod nimada qildi? Akilam, chidadim. Naqshkin deb ayab qo'ysam nimanda hadimlar sevasan? Aka! Yo'q. Aka davatimi? Yo'q. Aka! Ay! Mana bo'ldimi? Mana bo'ldimi? Bo'ldi qilinglar. Qo'tlashmang. Qanday qarab turib men bilan tamoq talashyapsan sen? Nima bo'ldi? Baka, sen bilan men tutishib qolmaydi yana. O'tirdim men sizni. Agar Gulpiyaga yana chiqiladigan bo'lsa, men seni o'ldirmayman. Nima? Sen ma paskini deb mopshatan olatamsan? Anda bo'lsa, nima haddingni ochsa?
Ma tamakini sen ekegen mi? Ne ekegende mi? Sen taze çekkendin o. Bugün hecet mi o? Çok gitsin lan sen. Hey, sana ben eskatamdım yakıma buzuk mu? Qara. O tarafta birisi maravasıdır. Ne ait kortim şişken kola uçmadım kokamda. Hey, o degeni soqchi. Uqdimmi? Soqchi deyaptiman. Menzilat. Bunlar. Siz hazır kıyada. Geldim. Ben hazır. Şapı boğazı tarafta. Şunayet kumandalarını herkes kaçırıp koymam. Ben hazırlı yiyip varım ben. Allah'ını kısıp koymayın. Anladınız mı? Neden bunu arkamda kütürü var sen? He? Siz sana ne mi kıran? Şirka bak bakalım da yemiştik de. Konuşturun bir zaman çoğunu mu? Taksi boğazı koyasın mesela. Bir şey yapılmayısın. Nerede? Ben ağacağının üstüne gip olamaz. Ben öldürmeseydim bulsam. Bunda olmaz. Ağda kızlar Allah'a kalsın. Orada yapılmayı motorun üstüne ağam sürekli var. Ne var? Joge, tapancı namıgan mı? Tursun, çiğen iç buldun mu? İç buldum. Yürü bulan. Bugün onun nege pırayla? Bana yardımını şep gösetiş berdi. Akşam şundaqtap kilişken tuqqu. Bugün bağmay tursun. Öyde gaz tügepti. Gaz ekilip dep, koralarını juquştırıp etsin. Maqul emse. Şunda qılın. Erteden başlap bazaq bille barasan, he? Maqul Qasımka. Aras. Eğilan obdan qoğdap qoyğuncu mu? Maqul.
Nima anlatib tursan? O'tir. Otaning bormi? Bor. Bu shaharga nima uchun chiqqanding? Vallahi agishib chiqibdiman. Qaytib ketay desam, xo'jayinim pul bermagachga qaytib ketamadim shu. Endi bizni qasmanga ishlab beramsa? Mening o ishligim batdi. Xo'jayining seni nima uchun haydabdi? Uning tishiga tegib qo'ydingmi ya? Yo'q, men ishnim qilmagan. U meni aqtamak akab birsan deb qistidi. Men hech narsa bilmagachga topolmadim. U meni urib to'kandan haydabdi. Yana taxi ish haqimni bermadi. Bu yoqqa kela. Oy. Mo'ramni bir tutib etgani. Kela. Mo'ram shundoq og'rib ketadi. Mujib tutib qo'ygani. Kela. Oy. Tutmamsa? Hey, nayigendek bandaq mujib tutmasa? Ma'qul. Töverek davatimi? Tursun. Xo'sh. Sen bana yarab qaldingmi? Mening degan yerimdan chiqsang, men seni cho'qim rozi qilaman. Bu nima deganlari? Sen Qosim axunga ishlamay, menga ishlab bergin. Qosim akam ishlasammi, sizga ishlasammi o'xshash emasmi? Hargiz o'xshamaydi. Nima ish qilaman? Men seni nima qil desam, shuni qilsin. Ketimga kirdiqali bo'lsang, sen hargiz ziyon tortmaysan. Tamoq, yetib qopishing, hammasi mush uydan bo'ladi. Ish haqingdan boshqa yana chiq mukofot berma. Sen Shiraqdagi ota-onangni o'ylab qo'ysang bo'larmikin? Ular cho'qim o'g'lim qanchalik chiqib pul tepkilarkin deb cho'ng umidni o'ltag'andir balkim. Shu. Men ozroq pul tepib uydagilarga evatay deb o'ylagandim. Bunicha? Yo'q. Menga buni zo'rlama. Men azaldan aroq ichib boqmagan. Ems tamoq chek. Ala. Ben tamoqni ichib boqmagan. Nima deysan? Hey! Ya tamoq chekmisan? Ya aroq ichmisan? Seni qandaqmi o'g'il bola degan bo'lsin, ha? O'g'il bola degan hamma ishni qilib ko'rpaqish kerak. Chiqa. Hazır. Ne oldu? Ne oldu lan? Neden nereden saldırmadın? Ben karman kızım. Şimdi ay. Neden ne doktoru kalmak
Dadınız ağırlık emas kızım. Siz ayıp çıkıp gidin. Ne var? Aziz. Dadam titravatıdı bu. Halide, ben fakat olamadım. Yenimde bir bomu kalmadı. Endi sen altın cabduklarını çekip, pul kılıp ekirip emsem olmadı. Men davatsiz. O degan bizning to'yimizdan xotirasi tursa, unda qilsa qanday bo'ladi? Nima? Meni hayot qolsin demsan yoki o'lsin demsan? Abba, altınlarımızı sildim. Dadamı doğru alaylı. Şansı bulamaz. Elimi öydeki narsalarning hammani setib oldingiz. Biz bundan keyin qanday kun kechiramiz? Pul topgan chog'larimda mo'q hashildim. Endi beshimga kun tushganda shu eski oltin jabduqlaringni mendan oyayotamsan? Tapaqa, sana ularni kim epaygan? Hozir Xroyin degan shu marazni chekmasangiz nima bo'ladi? Elimi oilamizni kunini ko'kka sovurib oldingiz. Og'zingni yum. Yaxshilikcha qo'lingdagi uzuk, bilayzuk, qulog'ingdagi halqlarning hammasini chiqar. Demaydi. Demamsan? O'taveri, ha? Benligini bir ko'rak. Yaxshilikcha bersang-da, bo'lmasa seni bekor ko'ngligingni ko'rsa. O vicdansız nalet. Kolumda kendini kır. Bulaşma. Endi qulog'ingdagi halqini o'zdan ep beramsan yoki qulog'ingni zirib olamdi ben? Ha? Dilshod keldingmi? Voy, nima bo'ldingiz Xolida, ha? Eliq narsani topa oldingmi yo? Topa oldingmi? Men kim? Men degan Dilshod shum. Yaraysa adash, lavzingda turibsan. Ben sendan bek rozi bo'ldim. Jura, huzur o'tkiraylik. Yeni chiqansizlar? Bo'ldi, to'saman Xolida. Har kim o'zi yaxshi ko'radigan ishni qilish kerak. Biz mush bilan ko'nglimizni xo'sh qilamiz. Bo'lmasa bu jahannam nima lazzati bor deysiz? Bo'ldi. Mantili o'rgatmang. Agar rozilik qilish tashlagan bo'lsa, boshliqqa ayting. Men bu qitimqi jinoyatchilarni tutish ishini siz bilan hargiz qilmayman. Siz meni ayaldab ojiz yig'layapsiz. Jahonga patmay yurgan neni quloq kaslarni tutqanman. Sizlarning bo'lishdinglar. O'zimiz faram qilyapmiz. Bir qancha kun bo'ldi. Sizlarning xizmatingizda hech qanday natija ko'rilmadi. Sizlar zot nima ish qilyapsizlar? Agar biz zarb berishni bo'shashtirib qo'ysak, zarli chekimlik atkazchilari texnika admashidi. Qonunni ko'zga ilmas bo'lib oladi. Shuni biz osmonda to'r, yerda qopqon qurib, jinoyatchilarga qoqshatqu zarb berishimiz, ular qilchirayim qilmasligimiz kerak.
xumar bo'lib qolgan odam mushundoq zaytlashib ketadi. Ya ailesiga muhabbati bo'lmasa, ya ota-onasiga. Necha million mablag' va shirkatni vayron qilib etdi. 2 kundan beri uyda bir tishlan nommi yo'q. Mushumni turmushmi? Hey Fazil. Meni demisangizmi qizingizni o'ylang. Uning ishingiz og'irsin. Dada, sandıqni oshquchini be. Sana gap qilyaptimi? Ya sandıqni oshquchini be, ya bo'lmasa pul be. Angladingmi? Gel böyle. Astırak vakıra. Astırak. Ben idarda yüzlerce adamı başkıravatım. Başkalarının aldığı azrak yüz abroyum bolsun. Senin kasafetinden kulum hoşluğa aldı da el cemaat aldı da baş götürüp yüremez hop gittim. Bo'ldi, pul gap qilmay pul be. Ha? Nerede pulunu berme ha? Neçe yıldan beri çıkan pullarının hemmisini sen haşlayıp gittin. Ya gap kısam ağlamasan. Ah çekkengi toy emdi. Nima? Men senin kızın tutsam, bana azırak işin ağrımanda. Apam boğan boz bergen bulattı. Beni ya azaptın öldürdünse. İsim, isim. Adem balısı baksan, ağzı burnunu kan iter. Hayvan balısı baksan, ağzı burnunu yağ iter dep diken. Hey, Begres. Közünge karab ağızlap baktanga, boygazdın go bizni. Kurak gaplarını koy. 100 koy pul versen hazır çıktı mı? Ha? Ne hadik pulunu verme? Ben pul veremse denemse. Pul vermeydiğim bolsam. Ağzında ölüp verme. Ha? Makul biri kızı biri. Al bile kolumdaki pişakta taşlayıp etken ha. Lekin bende pul bulmasa kızım. Bana aklıma mağdur pul lazım. Kumarım tutup gitti. Bulmaydiğim bolsa. Aldığında ölüp verme. Uktama. Makul kızım makul. Ben biri. Lekin bak kolumdaki pişakta taşlayıp etken ha. Yok. Al pul ver. Anda taşlayma. Makul. Ben biri kızım biri. Ben ağa ölçük etire ya. Lekin o kolumdaki... Ezrak bulmam pişakta taşlayıp etsen bolup Al pul ver. Anda taşlayma. Makul ben sandıkta etire. Bak bana hazırla. Ula! Makul ben etire. Lekin a kolumdaki pişakta... Ezrak bul! Makul. İstigrak bul! Ay! Beni koyuver! Canım dada! Oy canım, beni koyuver! Oy dada, beni koyuver deyme! Oy canım! Bu çoşka, senin nerin madem kokşaydı ha? Ay canım! Canım dada, bakma! Beni şundak mı kalkıştan sen? Senin kasaptığından matlısın ailemiz neyren bulduk o? Sen şunu mu bilmezsen? Ha? Kozak çeken ben bittim! Nime? Günahını boynuk anmam sen? Hey, benim çıdığı kanlı de. Ben, çeken ki toy kızım ben seni. Ay canım! Beni kolay neyse! Bakma canım dada! Bana çok ağırsın ama amansızlıktın sana pul degen. Beni geçir dada. Ben özlemden nefretledim. Ah çekişine ögünüp kalkıdım kapışaydan kılan canım dada. Umurum ben tutup geçsey dada çiğneyemmedim. Senin kızım, babanmış günün seni kancılık etibarlar topunu bilen sen. Bırak sen bizim ümidimizni yerde koydun. Yüreğimizden lafı tungu. Babamı senin derdi kazandı. Boşuna mı oynap bakmam sen? Ha?
yaşatırdım. Bulgan bolsam, bizni bir hatırga boğum bolsak bolmamdı jinim kızım. Benim dada. Ben dada eski. Ben iştahım. Beni öldürüvetmen razı. Ben apamı izgilenmeymen. Sağını izgilenmeymen. Benim dada. Beni bundan bağlam koyacak. Ulanlar öldürüvetki. Ben bu dünyanın ağzımı bastırdım bırakla tutulay. Ben takat bulamıyorum. Benim bundan yaşıkınımdan ölgünüm yaxşı. Canım dada. Seni yapmadım. Jinim kızım. Sen küçük vaxtında şundan bu iradeli kız edin. Ama o koydu. Şu iraden hazır merketti. Şu iraden bolsa, bu necis işbası taşıyalaydın mı? Bunu taşıyalısan, kalıp alem aldım yüzün yoruk bulattı mı? Ben kinoyu sörlerle sözleşip koygan. Sen dağınlık kino çolpunu buluş arzuyun battı mı kızım? Sen kino çolpunu, nağ çolpunu bulamaysan. Şu arzuyu düşün. Merhum apanı görmüş için hayatının nabıttılan bu zehirli. Başlığın ödülüm kolay kızım. Fazıl akam dükkan gelmedi mi? Bu dükkan az ver Fazıl'ın emas. O dadamdan kazını kaytıramıgaçka bu dükkana kazık tutup verdi. İşin olsa kaygın ha? Aklını sen. Fazıl'ın kılavatsalları zaten çıdımsızken kalmadı. Bundan öldüm koydum. Sen, herkesin baktığına. Eğer Fazıl'ın taşlar öyden çıkıp ketseniz, o tekin taptın çıkıp gidiyor. Öyünlarımı ah çıkıda kalanın oğuzluğa ayrılıp kalıdı. Bunda kısınız onu boyundan herkesin kutulduramayın. Fazıl, ya benim yüzümle ağlamsa, ya sılarının mesajlarına kulaktan mı ben zaten kalmak kalıdım. Bir sözün beri. Beni keyvatkanımız bilen Fazıl'dan Fazıl'ı karım olmadı. Gayet bir çişlemden komisar bulup gittim. Hadisine uruq tuqqanlardan, sonuç bilişlerden pul elip durma çıkardı gibi oldu. Fazıl'ın giymeğe kirip bir obdan hizmetine taşlap çıkıp geldim. Sılar gideydik sen, sılardan halkın Allah'ımı oturdum. Ben zaten işi diyemedim da. Ben acarışım. Ata-anamdan kaşını kitleydeyim. Çok kötü bunda kımam. Özünüzü tutuvelim. Fazıl'ın ornunda ben sizge namakul bolayım. Özünüzü aya. Bir obdan balana bağ emas mı? Süzülüp kala. Benim yürüküm lahtı bulup gitti. Hem de benim bu dertlerini tatlıkçılığım yok. Allah'ım ya. Vay be, Allah'ım ben teyze olacağım ha. Ha, içilim ha. Seni o teyze var. Ha, yaxşı. Ha, yaxşı. Ay, çok yaxşı. Yaxşı oynadı ha. Yaxşı oynadı. Usulunu oynattınız, kadın mı çıktınız? Endi berdiğin narsanızın berip etmemsiz? Bizde çıraylı kızlarlardı bak, nene yigitler bizge aşık olup Vay, tomoşlarım. Sizler bana ait haramzad işki, sizler hadisler alimen. Zulümeli deyirken sizler, ha? Nerede kime? Bağın kırmızı olup gidipsiz. Şuramış mı? Bizde kendimizimce bu yigitler kaytarıp sürüyor.
Biroq o yigitlarning beradigan puli yo'q-ku. Quruq ochiqning nimaga foydasi? Meni obdan kutsanglar, foyda olasizlar deganinglarni qilib beraman, ha? Naqmo obdan tegdi, qanday dedi? Men do'stim bo'lgandan keyin ishga yig'iz nasihat qilib qo'yg'im kelyotdi. Ertadan kechgacha xizmat debla chepib yursam, keyin o'zingimi yaxshi emas. Xizmat degan tugamaydi. O'zing bilsa, biz birga aralashib yurgan do'stlarning hammasi allaqachon yo'qlik bo'lib ketdi. Ularning bir o'tdan oilasi bor, turmush xotirjam. O mening singlim gap. Nima? Uni qo'yib o'tinglar. Kimlarga qirqilishacaklar? Qo'yingiz. Faqirman qizcha. Biz sizga yaxshilik qilib buyaga kelib qo'ydik. Qo'rqmang, ha? Krem. Başla. Oturun. Bu deloning doirasi kengrek. Her tarafdan etrafli tekshirib xizmatni obdan o'rlashtiringlar. Hozircha yizimni qo'lga olsanglar bo'ladi. Buning bilan cho'ng yillarni qochirib qo'ymanglar. Gulpiyani qo'yib berishga qo'shilaman. Lekin uningga tarbiyani kuchaytirishinglar lozim. Bo'ladi. Taxminan 2 soat burun tungi turib o'tirildi. To'plar. Shaharning g'arbiy janubidagi Soybuloq kentida 2 qizning jasadi topildi. Sizlar davomli tekshirishni ko'ramiz. Biz naq maydonga boraylik. Xo'p. Ha, şimdi. Bo'ladi. Xaroyinga isport aralashtirib, o'kul selib o'ltiribdi. Ba'zan usullar yezimning o'ltirilishiga o'xshab ketyapti. Bu ishga deylo cho'qim bir-biri bilan munosabatlik. Cho'ngjilan bizning planimizni berib kelib, jip uchun uzatgan. Ha, bo'ldi. Biz kechikibdi. Bizim bilan 2 qizning o'lishi bizning xizmatimizning inchki,
atrofliq bo'lmaganligidan bo'lgan. Biz bir qadam keyinda qoldik. Bu bizdagi eng cho'ng xatolik. Shunga biz uchun 1 soat, 1 minut, 1 sekund cho'ng qalbining kapolati. Biz buni qattiq saboq qilib, hozir egallagan yipchi materiallarga asosan texmi ishkirlab kirib, atrofliq tekshirib, rayonimizdagi xroin uvusini tarmar qilishimiz kerak. Yuqori rahbarlik xizmatimizga nait ko'ngil beryapti. Biz xroin atkazchilarning ajallik yerini tutgan. So'ng ular uvusini chiqdi. Biz o'sharligimizni o'stirishimiz kerak. Boshqa fikr bo'lmasa, mishaygacha bo'lsin, tarqalinglar. Yo'q. Men Tursunni ketkizmayman. Bu uyning eg'rinik ishlarini kim qiladi? Men sana necha qitim nasihat qildim. Biroq sen zotin gap anglamading. O'zingni oqsaytib yetishmagandek, Tursunning bu ishga sapsan. Uni aldab proyin chektirib, xumor qilib qo'yibsan. Tursun, aql o'yga ketkizdim. Hey! Bu uyda sening gaping gapmi yoki mening gapim gapmi, ha? Men Tursunni ketkizmayman dedim-mi? Cho'qim ketkizmayman. Sen kichik bolani o'zing o'g'itolib nima qilmoqchi? To'liq haddingni oshma. Uy! Qasmaxon. Ha. Kimga qaravatdilar? Men degan Tunsaxonjimi? Tunsaxon. Sen elimin içidemedim. Seni taktım toştu. Bir teremni kivarsam hemmini korktum ben de oyavatam sen. Bu uzatşun. Ben senin kılmışlarını sakçık məlum kılım. Sen sakçık məlum kıtbaka seni. Sen takım moşundaq popoz qilib meni qo'rqitman deb o'ylab qilyapsan. Hey, 7-8 yildan beri sening ko'zing ko'r, qulog'ing gaz, tilini qoqib cho'qiyotganmidi, ha? Ajab, men sana shuncha pul tepasam, hozingda xajlaysan. Ma qavat o'ylansab basam, kerilib yetib ketading-ku. Derizin kaçayla. Şeyda? Şeyda! Şeyda balam! Şeyda! Oy, oy balam, ne oldu? Oy Xudoyim, neymiş bu? Şeyda! Ne oldu kızım? Sözcü, bak içiniz ağırsın. Ben çıkarım bütün beğendi kanaklı ben. Canım açı, nakım da Allah'a bir çıkıp ben açı. Tuzak açı, canım açı Allah'a bir çıkıp ben susçu. Çıtkıçını kim kanmadı beğendi kanaklı ben. Canım açı, bedellerim akıp gitti. Ben çiğnemedim kaçınım açı. Bana bir çıkıp derim. Ben sizin ötünüp kalay, canım açı. Çıkışsız bana bir gap gelmez bu açı. Bana bir çıkıp derim. Ben sizin sıkılışını kalay, canım açı. Bana bir çıkıp da ben sıkılış oldu. Canım açı, ötünüp kalay. Ben çıkıp derim. Bir çıkıp da ben sıkılış oldu, canım açı. Kaçak bitay. Şimdi sıkılışını kalay, canım açı. Ben kapak baş, kaçağınızı bir kağıt çekiyorsa, ha? Pulqini pul. Küçüğüm dep qo'ysam bir narsani qilibdi degandek. Endi baqo, sening bunda qilibdiringni hargiz ko'tarmayman. Ben de pul neymiş bulsan canım açı. Ben de pul yok. Pul yok. Bunda qo'rqinchi, chekma. Çekme. Ben çekmeyeceğim babaydım. Ben çekmeyeceğim özüm gitti ben canım açı. Bütün meselelerim alkan çıktı atılıyor. Bak işiniz ağırsın. Ben çekmeyeceğim babaydım canım açı. Ben çekmeyeceğim babaydım. Yaxshi. Bunda qo'sa, mening bir shartim bor. Şunu orunlap da bersem, ahtamakını sana bir kahve vereyim. Bunu şapkaçı bahçe, siz bunu yöne çıkıp, bunu şartsız olsa orundayım ben. Canım bahçe orundayım ben. Gepen gap. Gidin gap. Onda olsa bunu hiç kimi demeysen. Hiç kimi demeysen. Ben nemi kıl desem, şunu kılsa. Makul canım bahçe.
veririz. Hatta bu kuru işkimiz sonuç kaladı. Siz kılamayın. Saçak o sokaktan akıllı canım acım. Herkes başlamaydı. Ben hemen orlatmak koydum. Ben nime desem şunu kısanlı boladım. Kanda kılsan? Eğer benim gipimi könsanlar, gün boyu seni muşunun bilen təminleymen. Kılanca. Akıl dedim çalışanı kıl. Akıl açama derim. Kalan. Selamsanglar, qani uyga kiranglar. Öyle fazıl yok mu? Chiqib ketgan 3 kun bo'ldi. Nega ketganligini men bilmayman. Sizin amalını kılaldığı mı? Nadikini Fazılning ahvoli qanday tursa? Elim o işkicil sakladık. Hem de bizden savur taktımız toştu. Qarzni qaytamasanlar qatli bo'lmaydi. Manga deganingiz bilan mening nima amalim bor? Sodini o'zinglar qilsizlar. Shundoq bo'lgandikin Fazil bilan ko'rishinglar. Qandaq gap bu? Siz Fazıl'ın ayalı olgandikin sizin mi qazni qaytırış mecburiyetiniz var. Qarab turib ergishtirib qo'yayotgan deymi? Nima mening ko'zimga kirib olsizlar? Men sizlardan qarz olganmi yoki mol olganmi? Erkakning o'tirsidagi ishqa nima ishqa meni ketib olsizlar? Yaxshi. Siz aralashmaysiz, shundaqmi? Buningga bizning amalimiz bor. To'yni bekor oling. Qarz gilsa olaymiz. Nima? Uyni qarziga hisoblamsizlar? Bizga bundan boshqa chora yo'q. 2 kun ichida uyni ko'chib bering. Qonundimi shundoq buyurdi. Mana bu sotning qog'ozi. Ey, pul beremse bermemse, gap qil deymi? Topqan ta'ganlarimning hammani zo'rib tugatdim. Endi olaman desam, menda issiqdan qoldi jon. Bu munofiq hayvon. Estağfurullah. Eli bir Hey! Nima qilyapsan? Ha? O senin dadan. Dadan qilib pichoq tag'lamsan. Benim balam, bu nima qilg'in? Bu nima qilg'in? Andaq bo'lsa, yig'ib qo'ygan pullarың bo'lsa, sen bermisan? Canım apa, meni qutuldirma. Bo'lmasa meni o'lib ketma. Benim balam. Mendeki pullarning hammasini sana berdim-ku. Obdan balam. Keyin kechaklarim, oltin yostiqlarimni setib. Bugün öyle herkes gelmeyin. Uydan chiqib ket. Chiqib ket.
Eğer gizimli könsen, ben seni her gün xroyum bilen təminleyim. Gizimli könsen, sen yaşım yok. Beni kutkuş ver Allah kutkuş. Danışakan. 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 Kasımkan öldü. Ağzınmışım. Bana eli, bir. Toptan. Ne var kız? 5 terekke. Ha? Bunca keşke 5 lira kaçan verip olun. Ben size pul vergendikken, bana diyendikken bağmamsınız. Benim bir moyum soğudu işim var. Siz bırak beni. Sizin benim davetimi hemen sizge. Tunsaqa uyda yo'q-ku. Qaytibdi. O nega bordi? Yo'q, men bilmayman. Onun yaqin tuqqanlari bormi? O kimlar bilan aralashadi? Bilamsiz bilmasa? O menga hech narsa demagan. Onun nega bordiganligini bilmayman. Kelib tuqqanlarim davet etdi. Raslı ben hiç dersini bilmeyim. Xuddi haqqi. Hazır bana da poyezi beltetin birini bir ha. Kira. Ma. Şu mu? Şu. Kasımkan şu. Oldu bana. Halide, bana pul tep ekirtme. Menin qarz sorumgan adamlarım kalmadı. Senin muş eskiliginden çok, balım çok ay gapırıp ettim. Bir amalını kılmamsa. Kandak amalını kılma. Estağfurullah. Koçuğu çık.
Mayli qandoq qilsang shundoq qilib men pul deb akirib ber. İşte bol deyma. Hey, nima deyapsan? Bu shu gap og'zingdan qandoq chiqyapti da? Bu vijdonsiz ishlar. Kötü aldak vicdan degan gapingni. Bana pul lazım, pul. Bana pul deb bersanglar hech qanday ishingni surishtirmayman. Agar bana pul deb akirib bermaydigan bo'lsang, men seni o'ldirmayman. O'zing o'l. Ayni vaqtda mening gapimni anglagan bo'lsang, mushkuliga qolmaysan. Qarab faqat turqonga. Dilshotning kayniga kirib, oilamizni vayron qilding. O'lishgan Dilshot kelib, menga nima degan, nima qilganligini bilamsa? To'liga qilma. Dilshot mening eng yaqin og'inam tursa, sening bu yolg'on gaping kimishadi? Undaq bo'lsa berib Dilshotning po'qini ye. Meni sen ashundaq qishqa majburlayapsan. Bundaq yashagandan-chi, o'lgan yaxshi. Estağfurullah. Ey, pulni topsangmi topsa, topmasangmi topsa. Agar topmaydigan bo'lsang, men seni o'ldirib aytaman. O'g'lim. O'ldir! Benim abla. Bu senin neyimi kızını? Hem de biz şu gün kaldık mı? He? Dada, gap kılmaysan bu. Vay nim bo'ldi? Am sen vaqaysan qo'y. Senin dada. Abam tilanchilik qilyapti. Sen dek uqmoqsan. Nima? Opsi. Bu rasma. Qanday qilaman? Uyida yeydiganqa bir tishlar bir narsa bo'lmasa, uning ustiga u yana kelib pichoq ko'taryapsa, tilanchilik qilmay qanday qilarsan dadasi? O'zimga maoshimni kaplagandim o. Yana kelib aytgandi. Oh, Xudo. Nima apa? Bu bizga nima taat qildi?
kuzga minglar daryo sig'di yoshdan kuni yurakka hamma dardni yutdi Nerede bulsa göl çiçek İçileydi o gül kayda İçileydi o gül kayda Ben toxtuğan Ölgen bir yürek Ya. Bekle. Daim mushunda qildaydi ekansiz. Bizmi hech kim bo'lmay yashayapmizmi? Yaqindan bu yoqqa natijalar zo'r. Sizlar jafo chekdinglar. Yo'llagan material va dokumentinglardan Tunsaxon va Tursunning iqroridan jazmlashtirgili bo'ladiki, eng chong bosh jinoyatchi Sidiq. Hozir Sidiq, Fozil, Dilshod qatorliqlarni qo'lga olsanglar bo'ladi. Darhol ijro qilinglar. Xo'p. Yavaş ol. Qani aytdi. Dilshod bilan Fozil nakatdi. Ben bilmeymen. Bilmayman deysin ha? İtansa yo'q. Ulan Sıdık Baybacı'nın uyuna bulduğunu ketti. Sen bir şey bağırmadın. Ulan beni korkacak devam bağırdı. Sıdık'ka ben biraz qiynalib qoldim. Bana azroq pul berib turam deganda bu yerga kelgandim. Yaqinda dadamning qora joyini mao og'inamga sotmoqchi bo'lgan. Shunga bu og'inamdan boshlab keldim. Burungi qarzni bugunkini hammani biroqli qaytirman. Shunga bir 2000 qo'y berib turgan bo'lsangiz. Ey, meni to'liq oldirlatma. Mening nesidan ta'lim yo'q. O'tganki qarzni qaytarmay turib, yana texi qarz so'rayapsana. Sıdık'ka boyman sizga dedim-ku. Dadamning qorasini sotgandan keyin hammani biroqli qaytirman emasmi? Shundami adash? Shundoq. Yaqinda menga bir yerdan pul kelmoqchi. Shu pul qo'limga kirsa, men bularning qorajani o'tkazib olib. Ham shu chog'da kelinglar. Sıdık'ka shu vaqt bo'g'icha 1-2 ming qo'y bo'lsin berib turmamsiz? Yo'q, bermayman. 1-2 ming qo'y bo'lgandan keyin og'inang berib tursamamda. Sizde pul olgandan keyin siz berib tursangiz olmamda. Yo'q, bermayman dedim-mi? Bermayman. Qandoq deganim bu? Berense yok. Ben birey. Çapsan sıra. Tez bol değil mi? Bağlam sıra. Tez bol ya. Çapsan şimdi kal. Çapsan gelip mağunu aklı.
Ko'rgan mani? Qora. Hadi, bunu qara. Bu ne? Ha? Qara. Tep baqa. Asli cho'nqiroy zodiga mushkamda, ha? Soqchilar kelganda qiladi. Tez qochaylik. Tez bo'l. Tez deyman. Hey, odam chiqyapti-ku. Hey, chiqishga taqdimot qilgan. Hey. Chapdan chiqma. Hey. Şoyan, hem beni aktarınla. Günler. Maile. Bırak şöyle. Doklak başlık. Cinayetçilerin hemimiz sorgu düştü. Yaxshi, bu petin vazifani yaxshi o'rlading. Mening unvon ishim endi hal bo'la.
Qani o'ylashib boqaylik. O'ylashib bo'g'icha qayerga ketadi ekanman-da, ha? Jinoyatchilarning hammasi qo'lga tushib bo'ldi. Siz darhol idoraga qaytib kelinglar. Shunday bo'lsa. Meni unvon ishim hal bo'ladigan bo'ldi. Sen yaxshi oldi. Boshliq tehi ifoda bildirmidi-ku? O'ylashimiz deganlik hal bo'ldi deganlik. Ish qilib siznikidan burun hal bo'ladi.